ulanmayman. Mana shu sababdan hozir hammadan uzrimni so'rayapman. Mana zapis qilinglar. Sardor aka, Aziz aka, mana nima chichgan bo'lsanglar men ham qo'ydim, sizlar ham qo'ydinglar. Xalqimdan ham iltimos bo'ldi. O'zbekiston bir-birimizni sharmanda qilmaylik. Kim qudratli bo'lsa, davay dunyoga qarab ketsin. O'zbek ko'tini ochmasin bunday keyin. Davay, mana tramplin kim xohlasa ketaversin, yo'li ochiq bo'lsin. Hammani chichganini nima ko'rdi xalq. Men ham aybdor. Hamma ayb. Ana endi qara, ona sher to'xtab turing, endi aralashmay turing. Sen aytyapsan, mani oliy maqsadim o'sha arenaga chiqish, qo'shiqchi bo'lish deyapsan, to'g'rimi Bekxan? Ana shu yo'lingda davom et, bos. Indama, hech narsaga e'tibor berma. Tushunyapsanmi? Mana men senga yozdim, to'g'rimi? To'g'ri, meni gapirib qo'yibsan. Men lekin seni bir marta gapirgan yo'q edim. Yo'q, to'g'rimi?